Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2029 yilgacha narxlar, so'm kursi, ish haqi va pensiyalar bo'yicha qanday yo'nalish kutilmoqda? Bu oddiy odamning cho'ntagiga qanday ta'sir qiladi? Kim bundan yutishi, kim esa oldindan ehtiyot chorasi ko'rishi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Bozorda oziq-ovqat olayotgan odamga ham, kredit to'layotgan oilaga ham, pensiya oladigan ota-onamizga ham, dollarda jamg'arma qilayotganlarga ham, maoshini so'mda oladiganlarga ham. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men bugun quruq gap emas, amaliy xulosalar va aniq misollar bilan tushuntiraman. Avval nima bo'lardi? Odamlar odatda narxlar oshishini kundalik hayotda sezardi. Non, yog', go'sht, kommunal to'lovlar, transport, ijara, dori-darmon narxi ko'tariladi. Lekin ko'pchilik buni alohida hodisa deb o'ylardi. Aslida esa narxlar, so'm kursi, byudjet xarajatlari, pensiya va ish haqi bir-biri bilan bog'langan bitta katta tizim. Masalan, dollar kursi oshsa, import qilinadigan mahsulotlar qimmatlashadi. Import mahsulotlar deganda faqat telefon yoki mashina emas, balki dori, texnika, ehtiyot qismlari, o'g'it, urug', yoqilg'i, qurilish materiallari ham bor. Bu narsalar qimmatlashsa, tadbirkorning xarajati oshadi. Tadbirkor xarajatini narxiga qo'shadi. Natijada oddiy xaridor bozorda qimmatroq narxni ko'radi. Yana bir tomoni bor. Davlat pensiya, nafaqa, o'qituvchi va shifokorlar maoshi, infratuzilma, yo'l, maktab, kasalxona, ijtimoiy yordam uchun katta xarajat qiladi. Agar byudjet xarajatlari oshsa, davlatga ko'proq daromad kerak bo'ladi. Daromad soliqdan, bojxona tushumidan, davlat korxonalari foydasidan yoki qarz olishdan keladi. Qarz ko'paysa, uni qaytarish xarajati ham ortadi. Bu ham iqtisodiyotga bosim beradi. Endi nima o'zgardi? 2029 yilgacha mo'ljallangan rejalarda asosiy urg'u inflyatsiyani pasaytirish, so'm kursini keskin sakrashlarsiz boshqarish, aholining daromadlarini bosqichma-bosqich oshirish, pensiya tizimini barqaror saqlash, byudjet xarajatlarini nazorat qilish va iqtisodiy o'sishni davom ettirishga qaratilgan. Lekin men bir narsani aniq aytaman, reja bu kafolat emas. Reja yo'nalishni ko'rsatadi. Hayotda esa tashqi bozorlar, Rossiya va Xitoy iqtisodiyoti, neft va gaz narxi, oltin narxi, migrantlar yuboradigan pul, iqlim, hosil, import narxlari va geosiyosiy vaziyat katta rol o'ynaydi. Birinchi masala narxlar. Odamlar eng ko'p so'raydigan savol shu: narxlar tushadimi? Men bunga real javob beraman. Umumiy narxlar odatda tushmaydi. Faqat o'sish tezligi sekinlashishi mumkin. Ya'ni bugun 1000 so'm bo'lgan xarid savatingiz ertaga taqaming bo'lib qolishi ehtimoli past. Lekin agar inflyatsiya pasaysa, 2000 so'mlik savat bir yilda 20 mingga emas, niyat yoki 12 mingga chiqishi mumkin. Farq shunda. Masalan, bir oila oyga oziq-ovqatga 3 million so'm sarflaydi. Agar yillik inflyatsiya 21% bo'lsa, shu savat keyingi yil taxminan 3 million 200 ming so'm bo'ladi. Agar inflyatsiya 8% bo'lsa, 3 million 200 ming so'm bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Mahsulot arzonlashmadi, lekin qo'shimcha yuk 200 ming emas, 200 ming bo'ldi. Oila uchun 210 ming so'mlik farq ham muhim. Ayniqsa daromad cheklangan bo'lsa. 2029 yilgacha asosiy maqsadlardan biri inflyatsiyani pastroq darajaga tushirish bo'lsa, bu yaxshi xabar. Lekin bu jarayon og'riqsiz bo'lmaydi. Inflyatsiyani pasaytirish uchun Markaziy bank odatda foiz stavkalarini ehtiyotkor ushlab turadi. Foizlar yuqori bo'lsa, kredit arzon bo'lmaydi. Kredit qimmat bo'lsa, odamlar kamroq kredit oladi. Tadbirkorlar ehtiyotkor investitsiya qiladi. Bozorda pul aylanishi sekinlashadi. Bu narxlarni jilovlashga yordam beradi, lekin biznes uchun bosim bo'ladi. Ikkinchi masala so'm kursi. Ko'pchilik dollar qancha bo'ladi deb so'raydi. Men bitta aniq raqam aytib, odamlarni chalg'itishni xohlamayman. Chunki kurs ko'p omillarga bog'liq. Lekin mantiqni tushuntiraman. Agar mamlakat importni ko'p qilsa, dollarga talab yuqori bo'ladi. Agar eksport, oltin savdosi, xizmatlar, turizm va migrantlar yuboradigan pul ko'paysa, dollar taklifi oshadi. Talab va taklif muvozanatiga qarab kurs shakllanadi. So'mning asta-sekin qadrsizlanishi rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun odatiy holat. Muhimi keskin sakrash bo'lmasligi. Masalan, agar so'm yiliga 5-8% atrofida qadrsizlansa, biznes bu narxlarga rejalashtirib qo'yishi mumkin. Lekin qisqa muddatda 20-25% sakrash bo'lsa, importchi ham, quruvchi ham, dorixona ham, texnika sotuvchi ham narxni tez ko'taradi. Shuning uchun davlat va Markaziy bank uchun eng muhim vazifa kursni sun'iy ushlab turish emas,
balki bozorni vahimasiz va oldindan tushunarli yo'nalishda yuritishdir. Oddiy odam uchun bu nimani anglatadi? Agar siz daromadingizni so'mda olsangiz, lekin katta xarajatlaringiz dollarga bog'liq bo'lsa, masalan, kontrakt, davolanish, chet elga o'qish, import mashina, uy ta'miri uchun import materiallar. Unda siz kurs xavfini hisobga olishingiz kerak. Bugun 10 ming dollar kerak bo'ladigan ishni 2 yildan keyin qilaman desangiz, so'mda qancha kerak bo'lishi o'zgaradi. Uchinchi masala pensiyalar. Pensiya oladigan odamlar uchun asosiy savol. Pensiya oshadimi va oshsa, real hayotda yetadimi? Odatda pensiya va ijtimoiy to'lovlar bosqichma-bosqich indeksatsiya qilinadi, ya'ni oshirib boriladi. Lekin muammo shundaki, pensiya miqdori nominal oshsa ham, narxlar undan tezroq oshsa, real xarid qobiliyati pasayadi. Masalan, bir pensioner uyga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Pensiya 20% ga oshsa 20 million 320 ming bo'ladi. Yaxshi ko'rinadi. Lekin shu davrda dori-darmon, kommunal to'lovlar va oziq-ovqat 15% ga oshsa, pensionerning real ahvoli yaxshilanmaydi, aksincha qiyinlashadi. Shuning uchun faqat pensiya oshdi degan xabarga qarab xulosa qilmaslik kerak. Men har doim real xarid qobiliyatiga qarayman. Bu pulga qancha non, qancha go'sht, qancha dori, qancha kommunal xizmat olish mumkin? 2029 yilgacha pensiya tizimi uchun asosiy sinov aholining qarishi, rasmiy ishlovchilar soni. Pensiya jamg'armasiga tushumlar va byudjet imkoniyatlari bo'ladi. Agar odamlar norasmiy ishlasa, badal va soliq kam tushadi. Kam tushum esa kelajakda pensiya tizimiga bosim beradi. Shuning uchun yoshlar uchun ham bu mavzu muhim. Bugun rasmiy ish staji va daromadni hujjatlashtirish ertangi pensiyaga ta'sir qiladi. 4-masala ish haqi. 2029 yilgacha maoshlar ham o'sishi kutiladi. Chunki iqtisodiyot o'ssa, mehnat bozori ham o'zgaradi. Lekin hamma sohada bir xil o'smaydi. IT, moliya, eksport, logistika, energetika, qurilish, malakali texnik kasblarda o'sish tezroq bo'lishi mumkin. Past malakali, norasmiy, mavsumiy ishlarda esa daromad o'sishi narxlar o'rtadan yetib bora olmasligi mumkin. Masalan, bir xodim 4 million so'm maosh oladi. Bir yilda maoshi 2% oshib 4 million 400 ming bo'ldi. Agar inflyatsiya 2% bo'lsa, bu odam real yutdi. Lekin boshqa xodimning maoshi 5% oshdi. Narxlar esa 10% ga ko'tarildi. Nominal maosh oshdi, lekin u real yutqazdi. Shuning uchun har bir odam o'z daromadini inflyatsiya bilan solishtirib borishi kerak. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, daromadi qat'iy va o'sishi sekin bo'lgan oilalar. Ikkinchidan, dollarga bog'liq qarzi borlar. Uchinchidan, ijara uyda yashaydiganlar. Chunki ijara narxi ko'pincha inflyatsiya va migratsiya ta'sirida tez ko'tariladi. To'rtinchidan, dori-darmon va davolanish xarajati katta bo'lgan pensionerlar. Beshinchidan, bitta daromad manbaiga bog'lanib qolgan oilalar. Kim nisbatan xotirjamroq bo'lishi mumkin? Daromadi inflyatsiyadan tez oshayotganlar, kasbi bozorda talabgor bo'lganlar, qarzi kam yoki yo'q bo'lganlar, jamg'armasini turli shaklda saqlayotganlar, rasmiy ish stajiga ega bo'lganlar, qo'shimcha daromad manbai yaratganlar. Lekin men umuman xavotir yo'q deb aytmayman. Chunki iqtisodiyotda doim risk bor. Birinchi yashirin jihat, o'rtacha ko'rsatkich hammani bir xil aks ettirmaydi. Rasmiy inflyatsiya, masalan, 8% bo'lishi mumkin. Lekin sizning shaxsiy inflyatsiyangiz 15% bo'lishi mumkin. Nega? Chunki siz ko'p sotib oladigan mahsulotlar boshqacha. Pensioner uchun dori va kommunal xizmat muhim. Yosh oila uchun ijara, bolalar bog'chasi, kiyim-kechak muhim. Qurilish qilayotgan odam uchun sement, armatura, yog'och, bo'yoq muhim. Shuning uchun har bir oila o'z xarajat savatini alohida ko'rishi kerak. Ikkinchi jihat, kommunal tariflar. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi xizmatlari tariflari iqtisodiyotda juda muhim. Agar tariflar bosqichma-bosqich bozor narxlariga yaqinlashtirilsa, bu davlat byudjeti uchun yengillik bo'lishi mumkin. Lekin oilalar xarajatini oshiradi. Ayniqsa qishda isitish, yozda konditsioner, ko'p xonali uy, eski texnika ishlatadigan oilalarda to'lov sezilarli oshadi. Bu yerda energiya tejamkorlik masalasi shunchaki maslahat emas. Real pul tejash vositasiga aylanadi. Uchinchi jihat, kreditlar. Agar siz hozir uzoq muddatli kredit olayotgan bo'lsangiz, faqat oylik to'lovga qaramang. Foiz stavkasi o'zgaruvchanmi yoki qat'iymi? Shartnomada jarimalar qanday? Muddatidan oldin yopish mumkinmi? Daromadingiz kamayib qolsa nima bo'ladi? Bularning hammasini tekshiring. Ayniqsa, ipoteka va avtokreditlarda odamlar ko'pincha hozir to'lay olaman deb o'ylaydi. Lekin 4 yil ichida bola xarajati, davolanish, ish o'zgarishi, narxlar oshishi hisobga olinmaydi. Masalan,
Oila oyiga 2 million so'm topadi va 3 million so'm kredit to'laydi. Bu daromadning 37,5%. Agar oziq-ovqat, kommunal va transport xarajatlari oshsa, kredit to'lovi og'irlik qiladi. Men tavsiya qiladigan xavfsiz chegaralardan biri barcha kredit to'lovlari oilaviy sof daromadning 25-30% dan oshmasin. Albatta hamma vaziyat bir xil emas, lekin kirdim 2% ga chiqsa, bu allaqachon xavfli hudud. 4-jihat pensiya staji va rasmiy daromad. Ko'pchilik yoshlar pensiyagacha hali uzoq deb o'ylaydi, lekin bugungi norasmiy ish ertaga muammo bo'ladi. Agar ish beruvchi sizga pulni konvertda bersa, rasmiy maosh juda past ko'rsatilsa, siz hozir ko'proq olayotgandek tuyulishi mumkin. Ammo kredit olishda, ijtimoiy himoyada, dekret pulida, kasallik varaqasida va kelajak pensiyasida rasmiy daromad muhim bo'ladi. 5-jihat. Jamg'arma valyutasi. Odamlar odatda 2 lagerga bo'linadi. Biri hammasini so'mda saqlaydi, ikkinchisi hammasini dollarda saqlaydi. Men bunday keskin yondashuvni xavfli deb bilaman. Agar xarajatlaringiz so'mda bo'lsa, qisqa muddatli ehtiyojlar uchun so'm kerak. Agar kelajakda dollarga bog'liq xarajat bo'lsa, dollarda ham qism bo'lishi mantiqli. Eng to'g'ri yo'l ko'pincha diversifikatsiya. Bir qismini so'mda, bir qismini xorijiy valyutada, bir qismini likvid shaklda imkon bo'lsa bilim va kasbga investitsiyada saqlash. 6-jihat. Narxlar oshishidan hamma bir xil zarar ko'rmaydi. Kimdir zarar ko'radi, kimdir moslashadi, kimdir hatto yutadi. Masalan, eksport qiluvchi tadbirkor so'm qadrsizlansa, daromadini dollarda olib, xarajatining bir qismini so'mda qilgani uchun nisbatan foyda ko'rishi mumkin. Lekin importchi aksincha bosim sezadi. Oddiy xodim esa ish beruvchisi qaysi sektorda ekaniga qarab ta'sirini ko'radi. 7-jihat. Davlat yordamlarini tekshirish. Ko'p oilalar o'ziga tegishli imtiyoz yoki yordam borligini bilmaydi. Bolalar nafaqasi, kam ta'minlangan oilalar uchun yordam, subsidiyalar, uy-joy bo'yicha dasturlar, kommunal kompensatsiyalar yoki boshqa ijtimoiy yordamlar mavjud bo'lishi mumkin. Lekin ulardan foydalanish uchun hujjatlar tartibli bo'lishi, rasmiy ma'lumotlar mos kelishi kerak. Birinchi qadam, oilaviy byudjetni yozing. Telefoningizdagi oddiy jadvalga yoki daftariga bir oy davomida hamma xarajatni yozing. Oziq-ovqat, transport, kommunal to'lov, ijara, kredit, dori kiyim, ta'lim, telefon, internet, mehmon, to'y hasham, mayda xarajatlar. Ko'pchilik pul qayerga ketayotganini bilmaydi. Bilmagandan keyin boshqarib bo'lmaydi. 2-qadam. Shaxsiy inflyatsiyangizni hisoblang. Masalan, har oy eng ko'p oladigan 20 ta mahsulot va xizmat narxini yozib boring. Un, yog', go'sht, tuxum, sut, guruch, kartoshka, piyoz, dori, benzin yoki yo'l kira, elektr, gaz, internet 3 oyda bir solishtiring. Shunda siz televizordagi o'rtacha raqam emas, o'z hayotingizdagi real narx o'sishini ko'rasiz. 3-qadam, favqulodda jamg'arma yarating. Kamida 3 oylik majburiy xarajat miqdorida zaxira bo'lishi kerak. Agar oilangiz oyiga eng zarur xarajatlarga 1 million so'm sarflasa, demak 1 million so'mlik zaxira maqsad bo'lishi kerak. Bu pul biznes qilish uchun emas, xavfsizlik uchun. Ishdan ayrilish, kasallik, ta'mir, qarindoshga yordam. Narxlar keskin oshishi kabi holatlarda shu zaxira sizni qarzga botishdan saqlaydi. 4-qadam, kredit shartnomalarini qayta ko'rib chiqing. Banka boring yoki mobil ilovadan shartlarini tekshiring. Foiz stavkasi, qolgan qarz, muddatdan oldin to'lash imkoniyati, jarimalar, sug'urta xarajatlari, garov shartlari qanday? Agar bir nechta qimmat kredit bo'lsa, ularni qayta moliyalashtirish imkoniyatini so'rang. Banka borganingizda pasport yoki ID karta, kredit shartnomasi, daromad ma'lumotnomasi, ish joyingiz haqidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam. Pensiya va ish stajingizni tekshiring. Agar rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi siz uchun to'lovlarni to'g'ri aks ettiryaptimi? Mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat tizimidagi ma'lumotlar to'g'rimi? Shuni tekshiring. Kerak bo'lsa, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali, soliq organlari tizimi orqali yoki pensiya jamg'armasi bo'limlariga murojaat qilib ma'lumot oling. O'zingiz bilan ID karta, mehnat faoliyatiga oid hujjatlar, ish joyidan ma'lumotnoma. Agar mavjud bo'lsa, eski mehnat daftarchasi nusxasini olib boring. 6-qadam, ijtimoiy yordamga haqli bo'lsangiz, hujjatlarni tayyorlang. Mahallaga, ijtimoiy himoya bo'limlariga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Odatda oila tarkibi, daromadlar, yashash joyi, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik yoki kasallik bo'yicha hujjatlar, bank kartasi ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Ariza yozayotganda aniq yozing. Oiladagi daromad manbalari,
ish bilan bandlik holati, bolalar soni, davolanish xarajatlari, ijara yoki boshqa majburiy to'lovlar. 7-qadam. Daromadni o'sha rejasini tuzing. Narxlar bilan kurashishning eng kuchli yo'li faqat tejash emas, daromadni oshirish. Biror kasb o'rganing. Til, kompyuter, buxgalteriya, elektrik, santexnik, payvandchi, tikuvchilik, onlayn savdo, servis xizmatlari. 2029 yilgacha eng katta farqni malaka yaratadi. Kim malakasini oshirsa, inflyatsiyadan kamroq zarar ko'radi. 8-qadam, katta xaridlarni rejalashtiring. Uy, mashina, texnika, to'y, ta'mir kabi xarajatlarni ko'ramiz deb emas, hisob-kitob bilan qiling. Agar importga bog'liq mahsulot olmoqchi bo'lsangiz, kurs xavfini qo'shing. Agar ta'mir qilmoqchi bo'lsangiz, smetaga kamida 20% zaxira qo'shing. Chunki qurilishda narx va qo'shimcha xarajatlar deyarli doim chiqadi. 9-qadam, kommunal xarajatlarni kamaytiring. LED chiroqlar, energiya tejamkor texnika, issiqlik izolyatsiyasi, suv oqishini tuzatish, gaz va elektr hisoblagichlarini nazorat qilish. Keraksiz qurilmalarni o'chirib qo'yish oddiy tuyuladi, lekin yil davomida sezilarli pul tejaydi. Tariflar oshadigan davrda bu odat emas, zarurat. 10-qadam. Yangiliklarni vahima bilan emas, tizimli kuzating. Har bir mish-mishga ishonmang. Kurs bo'yicha rasmiy ma'lumotlar, Markaziy bank izohlari, byudjet loyihalari, pensiya va nafaqa bo'yicha rasmiy qarorlar, soliq o'zgarishlari, kommunal tariflar haqidagi e'lonlarni kuzating. Ijtimoiy tarmoqdagi ertaga dollar uchadi degan gap bilan qaror qabul qilsangiz, xato qilishingiz mumkin. Xulosa shuki, 2029 yilgacha rejalarda narxlar o'sishini sekinlashtirish, so'm kursida keskin tebranishlarning oldini olish, pensiya va maoshlarni bosqichma-bosqich oshirish, iqtisodiyotni barqarorlashtirish maqsadi bor. Lekin oddiy odam uchun asosiy savol bitta. Mening daromadim narxlardan tezroq o'sadimi yoki yo'qmi? Agar siz xarajatlaringizni bilsangiz, qarzlaringizni nazorat qilsangiz, rasmiy hujjatlaringizni tartibga keltirsangiz, jamg'arma qilsangiz, malakangizni oshirsangiz va davlat yordamlaridan xabardor bo'lsangiz, kelayotgan o'zgarishlarga ancha tayyor bo'lasiz. Agar hammasini tasodifga tashlab qo'ysangiz, hatto kichik narx o'sishi ham oilaviy byudjetga og'ir tegishi mumkin. Sizningcha 2029 yilgacha narxlar va so'm kursi bo'yicha eng katta xavf nima? Pensiyalar real hayotdagi xarajatlarni qoplay oladimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Yaqinlaringizga ulashing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda men iqtisodiy yangiliklarni oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntirishda davom etaman.